Ne? Ya bu kim? Bular Hikmat aka Buxorodan mehmon. Sonday mehmon keladimi? Gap yo'q, mehmon otangdek ulug'. Bir mehmon qilaylik Hikmat akamni. Hikmat akam to'riga o'tirg'iz. Zabish qilibsan. Singilcha, shu restoranni eng zo'r ovqatlardan bering shu mehmonimiz maza qilsin, ha? Mehmonjon, endi nima ish qilasizlar bo'lmasa? Shu boy akalar ichadigan choy, Ahmad choyini dilerimi? Ahmadjon dillarmisiz? Kimni olib kelding, jo'ra? Maza qiling. Voy, vahshiy yomon qilibdi-yu, ha? Ja, buncha mehmondorchilik kerak emas edi aka. Mehmon, unday demang. Har doim ham kelyapsizmi? Bir mehmon qilaylik dedik-da bu manga. Vahshiy zo'r bo'libdi, ha, jo'ra? Shotmi? Mana shunday hojatxonaga borib kelay, hozir 5 minutda kelaman. Bilan telefon. Hozir kelaman. Alo. Stol ustida Zubasiskiy yo'qmi? Qayerda bor Zubasiskiy? Shotni o'zidan bilib to'lasin-da.